Odamlar birlashmaydi, Baxtiyor. Unda nima uchun? Qorni uchun birlashadi, bilyapsanmi? Ro'zg'or uchun, pul uchun birlashadi. Boshqa maqsad yo'q. Podpischiklarim, o'zimga kerak sovg'a qildim. Tabriklaylar meni. Xo'p. Sabr haqida ssenariy bugun yozamiz. O'qib chiqinglar. Qara. Bu prosmotr uchadigan normalniy narsa qilsa bo'lmaydimi? Tushunmadim. Nima deganing bu? Olmammi ssenariyni? Zafar dedim, to'xta. Qara, ertaga gaplashaylik, qo'y. To'xta dedim. Gapir. Nima gap? Qachonga shunaqa ma'rifatchilik qilib yurmoqsiz, ha? Tushunmadim. Biroq qadriga yetsa ham mayli. Shuncha ish qilasan, ssenariy yoz, syomka qil, montaj, grafika, yondirib portlatib bor, ovozni qo'y. Kommentga hamma yozadi, zo'r, yorvor deylar, maladessizlar, eng zo'risizlar. Bo'ldi, tamom. Nima qolyapti bizga? Ha? Yuribdi mana shunchasi ketonochi bo'lsa ham millionni urib. Shuncha yil o'qidik, oliy ma'lumotli bo'ldik. Kerak bo'lsa 10 yilga yaqin o'qidik. Nimani qoyillatib qo'ydik, ayt. Sen nima qilib qo'yding? Shuncha ish qilganga yarasha birov kelib turib seni qo'llab-quvvatlayaptimi? Hamkorlik qilyaptimi? Ha? Mana shu yurish uchun ham o'zi pul kerak-ku. Nima qilish kerak bo'lmasa ayt, variant ber. Qachon biz ham geylik minamiz? Chet ellarga qachon boramiz? Qachon biz ham Instagramdagilarga o'xshab normalniy yashaymiz, ha? Millionlab prosmotr uradigan narsa qilsak bo'lmaydimi, ha? Saviyachi? Saviya deysan-da mana. Qadriyat, saviya hech kimga qiziqmas, Baxtiyor. Yaxshilik qilish kerak, faqat shu gapni ushlab olgansan. Odamlar birlashmaydi. Yaxshilik qilishimiz kerak, kelinglar deb to'plangan joy ko'rdingmi? Yo'q. Qorni uchun birlashadi, bilyapsanmi? Ro'zg'or uchun, pul uchun birlashadi. Boshqa maqsad yo'q. Sen bo'lsa, odamlar qatta bo'lsa, o'sha yerda yaxshilikni ulashish kerak deysan. Nima bo'ldi? Yaxshilikni topdingmi? Nima qildingsan? Qara, sal o'zing kelyapsan, Baxtiyor. Biz ham PR qilib tashlasak bo'lmaydimi, ha? Odamlar sal kulish xohlaydi, shou ko'rish xohlaydi, latifa eshitish xohlaydi. Nimaga bir o'rtalikni ushlab bo'lsa ham shu narsani qilmaymiz, ha? Odamlarga sal PR qilib, bir-birimiz bilan urushaylik, ha? Odamlarning muammosiga yechim berishing qiziq emas. Odamlarni shunchaki muammosi haqida gapir, ustidan kul, aybini och, hissiyoti bilan o'ynash. Odamlar shunga rozi. Odamlarning hissiyoti bilan o'ynashni nimasi qiyin bizga? Muzikani bom-bom qilib qo'yib, emotsiya bilan o'ynashaversak, yoqadi-yu hammaga. Prosmotr ko'tariladi. Reklama keladi, pul qilsak bo'ladi, tushunyapsanmi? Ana unda oila boqsa bo'ladi. Lekin mana bunaqa quruqdan quruq yur, yoqqa o't, bu yoqqa o't, yaxshilik haqida gapir, hech kimga qiziq emas, ishon. Men unday qila olmayman. Naqada men ketdim. Bu sizlarniki edi, olarsizlar. Zafar aka, o'zimiz trend videolardan qilamiz aka. Baxtiyor. Zafar gapida ham jon bor. Like bilan prosmotrga bolalarni qorin to'ymayapti de. Amsal ishlamay qolganda, o'shanga qo'shimcha ishlar qilib, kira qilib tuzatib olarman. Sizchi? Kamera texnikalarning pulini bersangiz ketaman aka. Yuring, pul beraman. Soxta hayot, soxta kulgu, Instagram shohona mastona tuyg'uga aldanma, nafsga qul yurak, yetmas sabr bardosh, haqiqiy boylik molning ko'pligida emas, nazar to'qligida emasmidi? O'tga qaramay bosar qadam, bilmaydi qalb ko'zi ojiz, jarlik tomon ketaverar. O'tga qaramay bosar qadam, bilmaydi
Haydi kalp ko'zi ojiz jarlik tomon ketaverar.